Balakat. Fay, yasadi-yu. Boy, nima qilib qo'yganingizni bilasizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana mashinangiz zoti nima edi? Matizmidi? Ha. To'lashga ozgina qiyin bo'lib qolmasmikin? Aka, qo'lingizni olib turing. Xos telefon qo'ying, hal qilamiz. Bemalol. O'rtoq mashinani urib oldim. Mashina ham o'ziniki emas ekan-ku. Mani mashinamni haydab kelur, bunyodkor rayonidaman. Qarashim. Keldingmi? O'zinga hech nima qilmadimi? Hey, shunaqa bo'lib qoldi. Orqangdan baqirib qoldim. Tormoz yaxshi ishlamas edi mashinani. Moro bo'lsam o'rtoq. Rahmat. Tegidan shamol o'tib tursin. Birinchi haydagan mashinam Matiz bo'lgan. Bitta haydab keling. Gap yo'q. Hozir qaytaman. Voy! Faqat tormoz yaxshi ishlamasdi-da. Endi palakatdan hozir hal qilamiz. Oke, bu Gentrani bamferi nech pul turardi? $100. $100. Mana bu $200. Qolganini etib-etiga ishlatib yuborarsiz-a mashinani. Bu temir, oka. Uzoqni yaqin qilish uchun o'ylab topilgan. Kibrlanish uchun emas. Charchamanglar.